Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlar uchun yana yangilik ustida yangilik ushlab dedim. Ishlab demoqchi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Sizlar uchun yana yangilik ustida yana tinmay ishlab yotibmiz. Yangi do'konimizga mana PlayStation'larni ham qo'shdik. Xudo xolasa, bu yerga yana PlayStation, MacBook, notebook bu yerga ketaveradi. Hammasini shu yerdan topasizlar degan umiddamiz. PlayStation 4 Pro modelllarimizni olib kelib qo'yamiz. PlayStation 4 Pro, 4 Slim, PlayStation 5'larimiz ham bor. Xohlasanglar diskli, diskotsiz, bemalol hammasini topasizlar. Joystick, masalan, joystick ham ikkitadan qilib beramiz. Narxi o'zgaradi. Endi narxi обязательно xudo xolasa bozordan arzonroq topasizlar degan umiddamiz. Bularni 4 Pro modeli 1 terabaytli bo'ladi, korobkalari bo'ladi. Hamma narsasi ichida bo'ladi. HDMI kabel, joysticklari, ichida nima komplekti nima bo'lsa, o'sha narsalari bo'ladi. Faqat monitor bo'lmaydi. Ya'ni ulaydigan o'yin o'ynashga televizorlaring o'zlari ulab o'ynasanglar bo'ladi. Bularda xohlasanglar o'yinsiz olib ketsanglar bo'ladi. Bularni Optimga ham xohlasanglar, Optimga xohlasanglar donaga sotib olishinglar mumkin bo'ladi. Pastda nomer qoldirganmiz. Bemalol o'shalarga murojaat qilib, batafsil ma'lumot olsanglar ham bo'ladi. Bularni o'yin yozib berish bilan bularning narxini $250 qo'yganmiz. 4 Pro 1 terabaytli joysticklari ideal holatda, hamma narsasi bor, korobkalari bor. Bu ham 4 Pro modelimiz, buni ham holati zo'r. Mana ular plombalari, ko'pchilik plombasiga qarab bo'ladi. Plombalari anaqa qilinmagan, olib tashlanmagan plombalar bilan turibdi. Ko'p ishlatilmagan holatdan bilinib turibdi o'zi. Korobkalari ham mana, korobkalari ham urinib ketmagan. Joysticklari ham yaltirab ketmagan. Ko'pchilik joystickiga qarab oladi, yaltirab ketmagan bo'ladi. Joysticklari ham holati zo'r bo'lib turibdi. Buni ham xotirasi 1 terabaytli, buni ham narxini $250 o'yini bilan yoki o'yinsiz $200 ga xarid qilsanglar bo'ladi. Keyingi modelimiz ko'p, mana shu 4 Slimni oq variantini ko'pchilik xohlaydi. Oq variantini so'rab surishtiradi. Holatini o'zingizlar bitta ko'ringlar. Juda ham bu eng holati yaxshisi. Oq bo'lgani oq tez kirib bo'lib ketadi, yomon bo'lib ketadi deyshadi, lekin bu holati juda ham ideal holatda. Joysticki ham oq rangda o'ziniki. Buni ham HDMI kabellari, hamma narsasi ichida, komplektida nima bo'lsa, hamma narsasi bor. Buni 500 talik xotirasi, buni ham o'yinli yoki o'yinsiz xarid qilsanglar bo'ladi. O'yini bilan buni $220 qo'yganmiz. Bez o'yin $180 ga olib ketsanglar bo'ladi. 4 Slim bilan 4 Pro nima farqi bor degan obunachilar uchun 4 Slim, endi Slim o'zi aytib turibdi, o'zi ixchamlashtirilgan, kichkinlashtirilgan degan ma'noni anglatadi. O'shaning uchun ixchamroq PlayStation xohlaganlar uchun. Yana bitta farqi kачество qaysidir o'yinda bu tiniqroq ochib beradi. Atak boshqa tomondan farqi unaqa katta emas. Keyingi modelimiz mana shu trenddagi oxirgi versiyasi PlayStation 5. PlayStation 5 bu diskli, bez disk model, bez disk anaqasi. Disklisi ham bor, xohlasanglar. Buni ham holati apellyatsiyalarda, ya'ni ideal holatda bo'ladi. Plombalari uzilmagan, boshqa qilmagan, ko'p ishlatilmagan. Buni ham eng katta qarab olinadigan narsasi joystickiga qarab olinadi. Joysticki yaltirab ketmagan bo'lsa, kam ishlatilgan degan nazariya bor. Rostdan shunaqa, mana joysticklari yaltirab ketmagan, holat ideal bo'lib turibdi. Ya'ni ko'p ishlatilmagan. Endi joystick bitta yetmaydi. O'zi bitta qo'shib beriladi, har bittasiga bittadan qo'shib beriladi. Joystick yetmaydi, bitta endi 2 kishi bo'lib o'ynaydi. Sherik bilan qiziq baribir o'yinlar. O'shaning uchun mana biz qo'shimchasiga olib kelib qo'yganmiz. Joysticklari bilan olib ketsanglar bo'ladi. Buni ham narxi bozorda 60, 65, $70 sotadi. Misol uchun $50 qo'yganmiz. $50 dan yangi PlayStation 5 joystickini olib ketsanglar bo'ladi. Boshqa bu yerda yana modellarimiz turibdi. Hammasini olmadik. 4 Slim, 4 Pro, 5 modellarimiz bor. Faqat bitta bez diskini qo'ydik. Disklisi ham bor. Disklisining narxi ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi, faqat disk tushadi. Uni narxi $390 bez o'yini bilan yana qo'shiladi. Endi qanaqa o'yin yozdirishingizga qarab. Endi o'yinlar ham ko'p-ku, modulgan bo'ladi, qimmat o'yin, yaxshi o'yin yoki arzonchi o'yin yozdirishingizga qarab, yo nechta o'yin yozdirishingizga qarab narxi o'zgaradi.
Xullas, hozircha mana shu, Xudo xolasa yana PlayStation'larimizdan keladi. Bularni keyinchalik keyingi videolarda Xudo xolasa muddatli to'lovga ham chiqarishga harakat qilamiz. Muddatli to'lov ko'pchilik anaqa birdaniga olishga anaqasi yetmaydi. Sharoit yetmaydi. Muddatli to'lovni ham yo'lga qo'yamiz. Faqat kuzatib turasizlar, obuna bo'lib qo'yasizlar kanalimizga, like bosib qo'yasizlar. Chunki faoliyatimizni yana ham qizg'inroq, yana ham davomiy bo'lish uchun sizlar like ila, obuna bo'lishinglar biz uchun kerak.